İtot, eski tumakka ses hikalı xeridar. Sahnimizde Abdikerim Abliz, Tümürha Ruzi, Yalqın Kurban. Bu şirketimizge uyan qo'sh fursati nayt ko'p. Bu meningcha bu qattam aşı yetakchi bo'lib, bu akbar chiqsinmiki deyman. Mana bunda fursat yana bor emasmi? Hey, biz yuqoridan muzokaralashib sizni bekitib olgan tursak. Uning ustiga bu akbarni men toza durust ko'rmadim-ku. O chiqsa bo'lmasmiki? Yo'q, siz uni tushunmaydigansiz. Uning og'zi eshitganimda ko'ngli nayt yaxshi, ham talantli, ham iqtidorli. Mana bunda fursatlar jiq. Bu qattam meningcha akbar chiqsin. Bo'lmaydi, bu chiqsa bo'lmaydi. Men bo'lmaydi deganingizda bo'lmaydi. Siz meni gapimni anglang. Sizni bekitib olgandan keyin cho'qim siz chiqishingiz kerak. Meni qiyinchilik qilmang deyman. Voy, qara, yuzim kelib qoldi. Ana. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ya Allah, direktor. Bu yuzko'ylik pulning ko'rsa gajab yo'qib ketdingiz deyman. Qanday bo'lish? Yaxshi turibsiz? Yaxshi. Uzun bo'ladi. Nima kelmagandik hech kunni yo'q ko'rmaysiz. Ha, sizlar birdan paranlashinglar. Men ishxona beraveray, ya. Ha, beravering. Maqamsiz. Bering. Keling, o'tiring. Ma'qul. O'tiring. Hozirda yoqibsizlik gapingizni qilib turibdi. G'aytimni qilmaganda axsha bu. Yo'q. Yaxshi gapingizni qilyapti. Yo'q. Rost? Astag'firullah, siz men idoraga yangi keldingiz, tushunmaysiz deyman. Bir odamning yaxshi gapini qilgan bo'la emas deyman bu. Sizni menda nima deydi-ki deb meni maqtagan bo'lib, sizdan gap topaqaman degan gap. Avago qarang. Shaytonga nuqsoladigan o'ligishga qatilgan bo'la deyman bu. Saqtib. Nima gaplarni qilib yursiz? Siz xato tushunib qolibsiz. Biz chet elga chiqib o'yin qo'yish to'g'riliq paranglashdik. Qarang, direktor gap naq mushada mana. Avago qarang. Mayli bu qatam qilib chet elga chiqib o'ydigan, el o'yinga qatnashmasin, ish qilib sizni tillab sestirib turjima bu. Siz tushunmaysiz. Yılanning tesili qo'yganlar ichi zahar deyman. Ha, uning ustiga vago qarang. Avago to'g'ini ko'z taqtimaydigan, sizni birisi askediz yaqtimaydigan ijma bu. Buncha olamizda? Astag'firullah. Men akshi qarang, bir odamning g'ayratini azalda qilmaymiz ma. Siz boy deganlaringiz Ha, yo'q, bu siz buni g'aybat deb o'ylab qolmang, bu g'aybat emas. Uning sufti. Ishqilib odam g'aybat shikoyatdan turish kerak. Qaysi bir kitobda g'aybatdan saqlaninglar. G'aybat zinodan yomon deyilibdi ekan. Na, to'g'ri debdikin juma. Qarang, burun bo'lgan g'aybat shikoyatni ayollar qiladi. Hozir bu g'aybat shikoyatni ba'zi erlarimiz ko'tarib oldi deyman ayollarda. Bu zamonning taraqqiy qilishiga ergashib ba'zi ish yo'qda to'g'ri chiqib g'aybat qilgan bo'lib oldi. Mas jahonda g'aybat qilmaydiganda siz bilan men qaga o'xshayman juma. Hey? Bu Yoqub, menimcha bu g'aybat qiladigan odamdek emas-ku. Tozi qiladiganidan, g'aybatga nanchilab ichadiganidan avo. Ha, ras. Siz obdan bir o'ylang, ha? Toz yaxshi o'ylab baqiring. Toz obdan o'ylang. Bu kichik vaqtlaringizda. Kichik vaqtlaringizda mushu beshingizga, endi balkim ya cho'ng'og'ini chiqqan bo'lishi mumkin-da endi. Mushu beshingizda 4-5 yerga bir chaqa, yari chiqqanyapti. Ras. Ha, nima bo'ldi? Yo, shuni debdi-kenda. Nima debdi? Yo'q, mana sizning ishxonangizga bir 3-4 tal chivin kirib olibdi-ki. Men tozliqchi ayol chivinni qo'g'lab olsa, nima debdi demamsiz? Nima debdi? O'dak bilan g'oz o'ynaydi, chivin bilan toz debdi. Toz degani kim u? Bu chaqchaq degan gap, Chaqchaq emas deyman, nimadan tushunmaydigansiz siz. Men sizdan bir xo'shlab qolay. Mush ashi bayat bo'lsin, mush shlapingizni bir egizrak kelgan, yana gap deb tushunsiz ona. Nima deb gap topar? Nima deb gap topdi? Shafaq yaguvchisi yozg'ita va ishlab gadanguvchi tozg'a damiki deyman. Astag'firullah. Bo'ldi, bu gaplarni qilishmayli. O'nchilik chaqchaq degan bo'p turdi emasmi? Ha? Chaqchaq gaplar bu. Astag'firullah, faqat tushunmaysiz siz. Navoda u shundoq deb qolsa, siz qarab turasizmi? Ya agar u sizni bir narsa deb qolsa, 7 metr ner turib xinimchachiman aningga. Sizni andaq manda deb qolsa, menmi deyman? Nima deysiz? Qo'noq topsang g'azg'a va qizimchong'oz tozg'a deb. Bo'ldi. Bu gaplarni qilishmayli. Ish qilib bo'lgan, men sizga desam qarang. May, siz yangi keldingiz emas bizning o'yin qo'shiriktimizga? Siz ba'zi odamni tushunmaysiz. Uning ustiga avo, men sizning ishxonangizga ancha-muncha kirib chiqsam, meni gap debdi deyman. Nima deb gap debdi? Jingni qayoqqa mangsa, jip shu yoqqa mangdi debdi. Sizni jingniga meni jip
qo'shibdi abo. Meni jip qo'shatganini bilamsiz. Meni pishtushay degan gap abo. Meni qo'y nima deysiz? Sizni nima deb jig'iniga o'xshadi abo. Ey, bu jig'iniga o'xshasin nima bo'pti? Qarang, sizni jig'iniga o'xshatgani boshqani ko'laydi degan gap. Bunisiga jig'in deganning besh tushuk. Demak, aning gapi sizning kallangiz quruq, kallasi yeshim yo'q, qapoqbash kalva dut degan gap ma'lum deyman. Astag'firullah. Bo'ldi. Bu gaplarni qo'yib turaylik. Siz meni bir ashulaz deb kirdingizmi? Ya, men boshqa shuni kelmagan endi siz yenkagandan keyin ba'zi odamlar tushunmaysiz. Chatga o'yin qo'ydilar, kim chiqdi shuni mana so'rab boqay degan. Mening endi siz o'rlashtirmasangiz u yerga chiqqimmi? Yo'q. Asli chat elga chiqadigan son 20. Xo'sh. Bu 40-50 odamning hammasining chiqqisi bor. Tova, qo'ygan yog' to'sa, puraydigan arva 30 deganda gap bo'lib turadi. Biz asosiyatda muzokaralashib, 10 necha odamni muqim bekitib oldik. Kim chiqadigan bo'ldi? Naqshchi Barat. Barat? Bo'lmaydi. Astag'firullah. Qarang, avag'o. Choy damlaydigan chaynik yo'q, choydanning chayini ichib cho'ng'olgan nima deyman avo? Unda bo'lsa, Tambirchi Qosimchi. Astag'firullah, Qosim. Men azaldan bir odamning g'aybini qilmayman, o'zingiz bilasiz, qarang. Bo'lmasmiki avo? Uning chag'ini tambir degan olamda. Bu eng yaxshi tambir chalaman degicha terib chiqib, o'zi umachini chasini avo. Pishpalab qilib, shuni tambir degan olam deyman. Amsa Sunaychi Reyimchi. Reyim? Darazima? Abba parasin chigi chiqmaydi, egizlardan chigi chiqmaydi deb aniqaga chiqolmaydi deyman. Uning ustiga bu Sunayniligi pulaver bu oshqozi yo'g'inib ketgan imoningki. Chatel chiqsa ayliqi. Do'zaxning o'ti bo'lsin bekorga ziyorat durma. Uning ustiga Sunayni oldi keldi degan odamni Sunaychi degan olamda. Usulchi Nasirchi amsa. Nasirg'o endi da bozorning tugistimi yavaş bir bala. Qadrak bo'lsangiz sudrab mingaverdigan. Lekin shu ayoli Memleketga birga chiqaman deb beshingizni og'irtamiki. Xonga yargan ishim tozga yarmabdi deb boshqalarga yargan narsa hajab bir kasbdagilarga yarmaydi. Shunga bizda birlik yo'q. Eli uni tillab, eli buni tillab, yo o'zimiz bir ishni qilmay, haqsa yaratmay, bo'la yerimiz shu. Ömüçük ömülaydı, ömülgende körenmeydi. Kız siz dapiqma. Sizlerce zaten kim çıksa bola? Meningchi mi? Meningchi olsa birincisi siz chiqsiz. Sizning chiqishingiz muqarrar, bu vojib. İkincisiga ayolingiz chiqish kerak. Chiqmasa bo'lmaydi. Ayolimiz chiqqanda? Ya u bu kasbda bo'lmasa, astag'firullah, chatalning zo'ngtonlari uya buyoq bas xotinni qo'ltiqlab chiqib ekan, ishni qilmaydi. Üçüncü, dördüncüsüge mening çoğun ishga balangiz chiqsin. Voy, bu balalarımni so'rab nima ish qilma. Sani 20 ga balabaq uchun libos qilib bo'lmadimi? Biz chet elga sayohatga chiqmaymiz. O'yin qo'yg'ili chiqamiz. Shu bayam Yoqub bilan maslahatlashib, Yoqubni siz bosh bo'lib chiqing desam, u sizni chiqsin deb turib bordi. Astag'firullah. Aning deginiga men bir joyga chiqmayman. Siz o'rlashtirmisiz? Undan deb qo'ygan gap deymiz. Aniga pek ishinib ketmang deymiz. Har nima u. Astag'firullah. Ey, menga tarjimon ketmaydi. Kimning yaxshi, kimning yomonligini bilgichiligim bor. Siz vaqo bundaki mening oldimda buning yomon gapini qilmang ha. Jimiga gapni o'zingiz qilib, haqdan qusur tepib yuradigan odam ekansiz. Nimanda tushunmaydigansiz, nimanda tushunmaydigan ish qilib, men sizgidey aniga pek ishinib ketmangmi? İş qilib siz faqat tushunmaysiz, men oldingizga isbotlab bermasam, paks bilan qilib bermasam tushunmaydigan o'xshaysiz. Men qarab ketadigan o'xshaymayman. Ey, bir odamni qarab turib 100 eski deb ketgan bo'lmaydi. Eski deymi bu? To'qoningni poqib olgan bilan tuxumimni bor emasmi? To'qoningni poqiyadan qo'yimi bor emasmi? Alloh, siz Qilibingiz javob qilibdi ekan. Bir siz izlab chiqarib qilib sizlar. Shundaymi? Pul tugabdi-da. Men qachon o'taman? Men keldim, qochibdiman. Keladish, kela. Yo, kela, o'tiraman, kela. Keladish. Kela. Bo'ldi. Kela. Bayatı'nın yağı direktörga seni maqtab ağzıma bakıp terişip ketişmadaş. Rahmet adaş. Onun üstüne bu Bayatı'nın yağı direktör neyim dedi sen chat elge siz baş olup çıkardı. Onu mu da? En işkemizin konuda sen çıkardı. Seni çıksın dedim ben. Onu mu da bana? Bayatı'nın direktörü beni baş olup çıktı diyen. Ben bu katam turup durayım bana fırsat var. Hep seni kösetkendim. Ayak sen çıkar. En işkemizin konumuz yakın. Sel bazı işler dikkat kılcıma. Mesela? Bazılar direktörü seni çıktı deyme.
g'ayratini qilibdi. Ya men hayron qoldim shu. Direktordan so'rasam, depamidi kim g'ayratini qildi deb. Agar qolgan bo'lsam og'zini ishtirdim sening g'ayratini qildim. Ya adash, boshqa odamning g'ayratini qilsam, o qilsin, bu sening g'ayratini qilgan odamning og'ziga chaq chiqib qolmamda adash. Ya endi ha, ras. Yo'q, bizning bolalar o'ynagan bir itot vardı. İtot? Bizim oyun qo'shirishlik bir itot. Ha, o'tgan tayyorlig'a itot. Akşam bir retlep bizim koyadigan so'zini. Faqatliqar bir abzasga kallama kelmidi. Sen esingda bo'lsa, akşam bir depagan bo'lsam, obda olib ketib bir yezib olsam bo'pti-ki. Qayeri yo'q edi u. Voy, yiliq boshliqqa vaqiradigan bir yeri bor-ku. Ha. Elaqqa u boshliq bo'lsa o'ziga degan yermi yo? Ha. Shuni deb turamdimi? Depra? Ha, ma'qul. Qopab demam sen o'tiribsan qanday oladin, ha? Hay, adash bu sen olmasa? Ha, ash rol olgandek. Ha, bir jallaq taza shu. Obrazlik bir depra. Allah. Ha, ma'qul. Ishimiz bekor olgandek. Digida. Boshlaymi? Ha. Ha. Tut. Obdan o'ylab, besh o'ylab bunu qurashtirolay. Ha, baştan oldu ki, başla. Ha. Ha, ma'qul. Anlabdi, ha? Ha, u boshliq bo'lsa o'ziga nimasiga yuqorichi qildi bu? Ha? O'tla olamma bu. U ma'qul. Men boshliqdan to'liq yuranglimisiz? Bir kunlar men boshliq bo'lib qolsam, uni o'ldirib tashlashni chiqadimmi? Bak aylanma. 15 ayda 15 qarang'i. Deb tikanda esa bir kunlar oldimda yo'mutdi. Bo'ldi. Endi başliq sening oldingda o'mlaydigan sening bir buloq balang o'qiydi. Ya endi bu başliqni o'miltimi deydigan sen nima gunoh qildi bu başliq o'miltimi deydi ha? Hozirla o'mlab beraymi yo? Hatta shuni qoldirasiz. Meni sizni tillash niyatim yo'q. Tillash etingimiz urush etingmamida? Ma'dash. Va sen qarab turib meni o'tqishtirayotsan ku. Sen başliqni to'qish desam o'ldiga emas, o'tqish desam bo'lmamdi ekan. Ha? Nima dedim? Be, bo'ldi qiling. Men sizni xeyli durust odam, g'ayvat shikoyat qilmaydi deb turibdi ekanman. Isit. Akbarning po'qini ursingiz-chi? Nima? Voy, men Akbarim doramdan. Toz chivini qo'ndirmas, chivin tozni tindirmas deb. Bo'ldi! İşten to'xtadingiz. Sizni ishdan to'xtatdim. Atidan tatib chiqqanman. Bu xato tushunib qoldingiz. Akbar, siz hozirdan boshlab uning ishxonadagi vazifasini o'tkazinglar. Xotirjam bo'ling, gul chiqarib o'tibman men. Haras, chet elga chiqadigan odamlarni siz bekiting. Xotirjam bo'ling, ko'nglingizdagina qilib o'taman. Adashay, aşk shakilar. İşxonaning Sapı. Ya Allah, odamlarning peshi qarab baho bagil bo'lmaydi ekan. Jim. Hozir qilibman sizni xato tushunib qolg'ili. Men siz uchun qurbon bo'lishga tayyorman. Ammo men rost gapni qilsam sizda keskin boshliqni ko'rmagan jim. Sizning bu chiqingizdan oldin bu keynimiz sepimga ketadi ekan deyman. Ko'rdingiz? Yog'ochning ko'ngli randida, chivinning ko'ngli gandida. Nima qo'ygan? Bo'ldi. Chivinning qo'shgan. Hemen chiqdi. Eshak oldiga o'tib olsa, otning menishi buzilibdi. Tavba qildim. Mush insonlar ba'zi gunohlarni o'z nafsining lazzati uchun qiladi. Lekin g'aybat qilguchi boshqalarning beshiga balo hozir degan gap jin gapkan. Ma boshliqni xalq qaraz qildi desam, eski tumaq sesqali xaridor degan shu-da. Ey. Bu jemi ishni vokil qilsa, ma tansaga jo'baji yarg'ini qiziqish oldi-da. Rahmat. Voy rahmat. Rahmat.